inşallah. Bereket. Ya onu akımaya koyun. Ya verin endi, gelin endi. Günahsı değil mi? Tutuyor da. Bir yerden bu uzunluğunu gördünüz mü? Buna ayakta görmez mi? Bunday bulmayın. Ben sizge akanç etmeyin. Bir gün şey gördüm. Ege to'g'ri kelmasa xafa bo'lib sizda ham xafa bo'lmang просто. Endi bu kishilar men davleniya qilyapti, noto'g'ri ish bo'lyapti hozir. Men sizga aytyapman. Ya dalil emas, sizdan so'ray yaptınız. Yo'q. Dalili demek. Bo'ldi. Sizden so'ray yaptınız, bitti. Koçkan atın. 55 verelim. Ya o mayda ben verdim. Geç bu at. Ya Ağa. Ben 5'ini aşayım. Çıkaralım. 55 hem kımasın to'xtatib. 6 verin. Yo. Ya berin endi, berin endi. 78 emas, men keldim. Ya. Koçağa. 60 binge baraka. Koçağa koyun. 60 binge berin endi. Verin endi ağa. Ya haberimiz var. Ya siz boylar çıkıp gidemez. Ötsün. Qanchaga verin O'zbekiston 60 mingga bo'ldi. Verin. Baraka qilin. Shuncha qora. Maşallah. Bereketini versin. Rahmet. 60 ming dollarga. Bundan zorları to'g'risi. Bo'ldi. Birov so'zlaringiz yo'q deyman. Rahmat. Lekin birinchisi ketdim boshqa. Shu niyat qiluvdim-da o'sha kezda. Boshqacha ko'rsin. Zo'r. Boshqacha emas. Qo'qonga ketdi. O'zbekiston Qo'qonga Asror akamga mana maşallah. Olsun buyursun. O'zi 60 ming dollar. 40 kunlik qo'ydi. Zakaz olib qo'yamiz, o'shanda borganda gaplashamiz deyman. Endi aytmayib qo'yib narxini. Buni tezda olib kirib qo'ying, menasini oldiga. Yana chiqaraverasiz. Zo'r, hozir Rizoli bilan baraka bo'ldi. Ko'krak ko'rsat. Ko'rsa ko'krak. Maşallah. Ayoq. Bering ko'rsat. Uzun ayoq. Ana qarang, yo'g'onligini 40 kunlik qo'ziga. Adam qiziqadigan narsa. Ko'z tegmasin. Barakasini bersin. O'zbekistonda ko'paysin mana qo'ylarni.